Trus hammani aldadi. U mashinniklar, deyotganlar. Biza iPhone 14 Pro telefonini o'ynab oldik. Ya'ni tasodifiy 5 ta mijozimizni tanlab, ularga shart berdik. Do'konni aynan shu joyda qayerdadir telefon bekitilgan. Topgan birinchi odamga o'sha telefon hadya deb va o'yin boshlandi. Ko'pchilik telefonlarni qaysidir kiyimmi cho'ntagida deb o'ylayotgan bir paytda bu telefon ishchimizni cho'ntagida bekitilgandi va o'shani kim birinchi topsa, u telefon o'shanga o'tib ketardi. Bir necha daqiqadan so'ng esa bir mijozimiz o'sha telefonni aynan ishchimizning cho'ntagidan topib oldilar va aynan shu topgan kadri, ya'ni o'sha joyi videoga tushmay qoldi. Biz do'konni o'zini kamerasidan olib, shu joyini sizlarga qo'yib beryapmiz. Biz qancha konkurs qilgan bo'lsak, hammasini haqqoniy qilganmiz. Bu gal ham xuddi shunaqa bo'ldi. 14 Pro o'z omadli egasiga berildi. Bizda hech qanaqa tanish bilishchilik yo'q. Keyingi telefon endi 15 Pro Max aynan sizniki bo'lishi mumkin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hali zo'r konkurslar oldinda. Oxirgi hadyamiz bo'lsa 17 Pro Max bo'ladi.